Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada o'zbekistonlik o'smir politsiya mashinasini yoqib yubordi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Internetda 15 yoshli o'zbekistonlik o'smir tomonidan yoqib yuborilgan ДПС mashinasi tasvirlangan video paydo bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u Obvodnoy kanali qirg'og'iga yo'l politsiyasi binosiga benzinli kanister bilan kelgan. U buni menejer orqali muloqot qilgan noma'lum shaxslarning ko'rsatmasi bilan qilgani aytilmoqda. O't o'chiruvchilar yong'inni tezda o'chirishdi. Hech kim jabrlanmagan. O'smir hibsga olingan. Hozirda jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Rossiya hududida milliy haydovchilik guvohnomalaridan foydalanishning amaldagi tartibi o'zgarmoqda. Shu sababli O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi ogohlantirish bilan chiqdi. Xorijiy haydovchilik guvohnomalarini tan olish bo'yicha Rossiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining amaldagi milliy haydovchilik guvohnomalari bilan Rossiya Federatsiyasi hududida transport vositalarini shaxsan boshqarish mumkin. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi hududida kasbiy faoliyatini taksi, yuk tashish, yo'lovchi tashish va boshqalar amalga oshirish uchun Rossiya haydovchilik guvohnomasini olish zarur. Bu esa xorijiy haydovchilarni belgilangan tartibdan o'tishni talab qiladi. Putin migrantlarni ishdan bo'shatish asoslarini kengaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorijiy ishchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish asoslarini kengaytiruvchi qonunni imzoladi. Hujjat Rossiyaning rasmiy huquqiy axborot portalida e'lon qilindi. Endi ish beruvchilar mintaqaviy ish o'rinlari limitini oshirgan migrantlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. Ushbu hujjat bilan Rossiya Mehnat kodeksining 326-6-moddasiga o'zgartirishlar kiritilgan. Qonun 2026-yil 1-martdan kuchga kiradi. Tashabbus yangi odamlar fraksiyasiga mansub deputatlar tomonidan Davlat dumasiga kiritilgan. Ularning fikricha, bu ishdan bo'shatilgan xodimlar tomonidan sudga berish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Soxta patent jinoiy ish ochilishiga olib keldi. Ryazan viloyatida yo'l harakati politsiyasi xodimlari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 38 yoshli migrant boshqarayotgan mashinani to'xtatgan. Hujjatlarni tekshirgan paytida inspektorlar haydovchi tomonidan taqdim etilgan ish ruxsatnomasining haqiqiyligiga shubha qilishdi. Hujjat ekspertizaga yuborildi va sud tibbiy ekspertlar patentning soxta ekanligini aniqladi. Keyinchalik chet ellik fuqaroga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, deb xabar beradi Ryazan viloyati Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Shuni yodda tutish kerakki, Rossiyada soxta patent yoki boshqa hujjatlardan foydalanish jiddiy jinoyat hisoblanadi. Bunday qoidabuzarliklar jinoiy javobgarlikka, deportatsiyaga va bir necha yil davomida mamlakatga kirishga taqiq qo'yishga olib keladi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyatini qonuniy va xavfsiz yo'l bilan tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar mehnat migratsiyasi bo'yicha pilot loyihani qayta yo'lga qo'yish masalasida ham fikr almashdilar. Xususan, migratsiya tartib-taomillarini, tibbiy ko'rik va rus tili imtihonlarini Toshkent va Jizzaxdagi Rossiya oliy ta'lim muassasalari filiallariga ko'chirish, shuningdek rus tili, tarixi va qonunchiligi bo'yicha o'quv markazlarini tashkil etish rejalari muhokama etildi. Uchrashuvda kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchilar va ishlab chiqarish sohasi mutaxassislarini
tayyorlashda Rossiyadan pedagog va ekspertlarni jalb qilish masalasi ham ko'rib chiqildi. Muloqotda shuningdek Rossiyadagi migratsiya nazorati va reydlar jarayonida O'zbekiston fuqarolari huquqlarining buzilmasligi va ularga nisbatan adolatli munosabatni ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlandi. Tomonlar migratsiya sohasidagi dolzarb masalalarni tezkor hal qilish maqsadida ichki guruh doirasidagi muntazam uchrashuvlar o'tkazib borish haqida kelishib oldilar. Amina ilovasida yolg'on yashash manzilini taqdim etgan chet el fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuborildi. Amina mobil ilovasida u yashash joyi sifatida davlat organi binolaridan birining manzilini ko'rsatgan edi. Ammo ushbu holat politsiya nazariga tushgan va tekshiruvda uning bu manzilda yashamasligi aniq bo'ldi va u Rossiyadan deportatsiya qilindi. Rossiya rus tili rasmiy til bo'lgan mamlakatlarda haydovchi sifatida ishlashga borayotganlarning haydovchilik guvohnomalarini tan oladi. Bu haqda Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin parlament quyi palatasining yalpi majlisida ma'lum qildi. Rus tili rasmiy til bo'lmagan mamlakatlardan kelganlarning haydovchilik guvohnomasini tan olmaymiz. Bunda ushbu davlat fuqarolari qoidalar va imtihonlardan o'tishi kerak. Shundan keyingina ularning haydovchilik guvohnomasini tan olish mumkin bo'ladi, deydi Volodin. Shuningdek, Rossiyada chet elliklarning haydovchilik guvohnomasini tan olishda rus tilini bilish asosiy masala ekanini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiyaga borayotgan va u yerda ishlashni haydovchilar uchun bir qator talablar bor. Rossiyaning amaldagi qonunchiligiga ko'ra xorijiy haydovchilik guvohnomalari Rossiyada tan olinadi. Ular rus tiliga tarjima qilingan va notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak. 196 sonli federal qonunning 25-moddasi 12-bandiga binoan chet elliklar Rossiyada ishlash uchun imtihon topshirishi va rus tilli haydovchilik guvohnomasini tan olishi kerak. Masalan, taksi haydovchisi sifatida. Rossiyada davlat kvotalari bo'yicha kelgan migrantlar endi mamlakatga kirishda rus tili imtihonni topshirishlari shart emasligi haqida yangi qonun loyihasi qabul qilindi. Qaror Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullandi. Biroq bu yangilik fuqarolarga taalluqli emas. Tibbiyot xodimlari uchun rus tili talabi saqlanib qolmoqda. Tanqidlardan so'ng ular uchun imtihondan voz kechish g'oyasi rad etildi. Voronejda 21 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov yakunlandi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, u internetda giyohvand moddalar sotishga urinishda ayblanmoqda. Yigit katta miqdorda giyohvand moddalar sotishiga aralashgani iddia qilinmoqda. Tergovchilarning ta'kidlashicha, u may oyida Voronej viloyatida metadon sotadigan guruh bilan internet orqali bog'langan. Avgust oyida u xaridorlarga tarqatish uchun giyohvand moddalarni yashirishga urinish paytida hibsga olingan. Huquqni muhofaza qilish organlari ma'lumotlariga ko'ra, Voronejda 245 ta paket solingan giyohvand moddalar 20 taga yaqin joyda topilgan. Barcha o'rimlar musodara qilingan. Jinoyat ishi sudga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda ikki davlat rahbarlari matbuot xizmatlari xabar berdi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi, deyiladi O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabarida. Shuningdek, tovar ayirboshlashning o'sish sur'atini saqlab qolish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida kooperatsiyani, shu jumladan energetika sohasidagi qo'shma loyihalarni ilgari surish, hududlarning ishbilarmonlik aloqalari va madaniy-gumanitar almashinuvni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Joriy yil 22 oktyabr kuni Moskva viloyatida o'tgan O'zbekiston va Rossiya hududlari kengashining ikkinchi yig'ilishi samarali bo'lgani mamnuniyat bilan qayd etilgan. 3 dekabr kuni bo'ladigan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishi va uning doirasida qo'shma biznes forumini samarali o'tkazish muhimligi ta'kidlangan. Hozirgi xalqaro muammolar muhokama qilindi. Turli darajadagi muntazam aloqalarni davom ettirishga kelishib olindi, deyiladi Kreml xabarida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin joriy yil 14 oktyabr kuni ham telefon orqali muloqot qilgandi. Noyabr oyida esa Mirziyoyev Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashdi va Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bilan birga S5+1 formatidagi sammitda qatnashdi.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi prezidenti Shavkat Ayyupovning so'zlariga ko'ra, Kurchatov nomidagi Rossiyaning atom energetikasi sohasidagi yetakchi ilmiy-tadqiqot instituti O'zbekistonda filialni ochishni rejalashtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya umumiy ilmiy an'analarga va hamkorlikni chuqurlashtirish uchun mustahkam poydevorga ega. Ma'lumot uchun, hozirda O'zbekistonda Rossiya universitetlarining 10 dan ortiq filiali faoliyat ko'rsatmoqda. Rossiya qolish muddatini buzgan migrantlarni qat'iy nazorat qilishni boshladi. Ichki ishlar vazirligi agar chet el fuqarosining qolish muddatini uzaytirish uchun asoslari bo'lmasa, avvalgidek kirish-chiqish yordam bermasligini esladi. Vizasiz davlatlar fuqarolari uchun maksimal qolish muddati yiliga 90 kun. Agar shaxs bu muddatdan uzoqroq qolsa, uning ma'lumotlari maxsus ro'yxatga nazorat ostidagi shaxslar reyestriga qo'shiladi. Shuni bilish muhimki, migrant haqidagi ma'lumotlar Rossiya Ichki ishlar vazirligi veb-saytida paydo bo'lganda shaxs xabardor qilingan hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, agar migrant shaxsan xabarnomani ko'rmagan bo'lsa ham qonuniy ravishda ogohlantirilgan deb hisoblanadi. Reyestrdagilarga nikohni ro'yxatdan o'tkazish yoki ajrashish, farzandlarni bolalar bog'chasiga yoki maktabga berilishi, mashina haydash mumkin emas. Shuningdek, reyestrga tushgan bank kartalaridan yoki ko'plab xizmatlardan foydalanilmaydi. Reyestr 2025-yil 5-fevraldan beri amal qiladi. Unga Rossiyada qonuniy asoslarsiz bo'lgan chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar kiradi.